Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Ertak, maqtanchoq ovchi. Qadim zamonda bir ovchi o'tgan ekan. U har kuni ertalab ov qilgani o'rmonga borar ekan. Ovlagan hayvonlarining go'shtini uyga olib kelib, terisini dehqonlarga berar ekan. Ovchining yomon bir odati bor ekan. Kechqurun uyga kelganida xotiniga: "Dunyoda mendan o'tadigan ovchi bormi?" der ekan. Xotini qo'rqqanidan "Yo'q mening hojam" deya javob berar ekan. "Unday bo'lsa, devorning yoniga borib tur. Qulog'ingdagi ziragingni nishonga olaman." Bechora xotini qo'rqqanidan titrab, qaqshab devor yoniga borib turar ekan. Ovchi zirakni nishonga olib o'q uzar ekan. O'q to'g'ri zirakka tegar ekan. Har kuni kechqurun xotin bechora erining ana shu qilig'iga bardosh berishi kerak ekan. Qishloq ahli buni bilar, bechora xotinga rahmi kelar ekan. Kunlardan bir kun ovchi qishloqdagi qahvaxonaga kiribdi-da, o'zining merganligini, qanchadan qancha tulki, bo'rilarni o'ldirganini aytib, bitta o'q bilan sherni ham ag'anataman deb rosa maqtanibdi. Oxiri eshitib o'tirganlarning sabr toqatlari tugab, boplab ta'zirini bermoqchi bo'lishibdi. Ovchining quyon bilan qarg'adan boshqa hech narsani ovlay olmasligini hamma bilar ekan. Ulardan biri: "So'nggi paytlarda dalalarimizda bahaybat bir ayiq paydo bo'lib qoldi. Sira odamlarga tinchlik bermayapti. Ekinlarimizni payhon qilyapti. Ayiqni gumdon qilish qo'lingdan keladimi?" debdi. "Ayiq keldi deguncha menga xabar qilinglar, o'sha zahoti tinchitaman" debdi ovchi. "Ayiq bunaqa emas, juda katta-ya." "Nima, mening merganligim eslaringdan chiqdimi?" Bilamiz deyishibdi odamlar. Shu payt qahvaxona qiy-chuv bo'lib ketibdi. Bahaybat ayiq kallasini qiyshaytirib xonaga kirib kelibdi. Odamlar to'g'ri kelgan yerga berkinishibdi. Ovchi esa ayiqni ko'ribdi-yu, qo'shog'iz miltig'i yelkasidan tushib, stol tagiga kirib ketibdi. "Yordam beringlar, falokat bostirib keldi" deb baqiribdi u. Ayiq o'kirib, to'g'ri ovchi bekingan stol tomonga kelaveribdi. "Voy, ayiq ovchini tanidi, hozir uni burda qilib tashlaydi" deyishibdi odamlar. Ovchi bu gapni eshitib, o'qday uchib ko'chaga chiqibdi va qishloq bo'ylab "Yordam beringlar" deb baqirib ketaveribdi. Ayiq uning orqasidan boraveribdi. Qishloq bolalari kula-kula izma-iz ketaverishibdi. Bir payt ovchi o'ziga kelib orqasidan qaragan ekan, ayiq terisini yopingan bolani ko'ribdi. Ovchi izza bo'lib arang uyga yetib olibdi. Shundan keyin sira qahvaxonaga qadam bosmaydigan bo'libdi. Kunlardan bir kun ovchining xotini qo'shni qishloqdagi 70 yashar bir kampirnikiga mehmonga borganda boshiga tushgan savdolarini gapirib beribdi. "Har kuni kech bo'ldi deguncha erim, dunyoda mendan o'tadigan ovchi bormi?" deb o'shqirgan. Keyin meni devor yoniga turg'azib qo'yadi-da, qulog'imdagi ziragimni poylaydi. Har kuni jon titrog'idaman. Oh qizim, bu dahshat-ku. Xudo ko'rsatmasin, o'q boshingga tegsachi. Ayting onajon, bu odamdan qanday qutulsam bo'ladi?" Kampir tasbihini o'girib, biroz o'ylab turib dedi: "Kechqurun o'zining merganligini pesh qilib yana vaysaydigan bo'lsa, ha, sendan yaxshi o'tadigan mergan ham bor. Qof tog'ining naryog'ida yashil tepalik bor. O'sha yerda bir habash yashaydi. U sendan ko'ra o'tkirroq mergan. Ishonmasang borib o'z ko'zing bilan ko'rib kel" degan. U bu gapga chidolmay habashni axtarib ketadi va shu bilan bu odatini tashlaydi. Ayol sevinib ketibdi. Kechqurun eri uyga kelganda so'rabdi: "Dunyoda mendan o'tadigan mergan bormi?" "Bor." "Kim ekan u?" "Kim bo'lardi? Ovchi Habashda. U Qof tog'ining naryog'idagi yashil tepalikda yashaydi. U senga qaraganda o'tkir mergan hamda tez chopadi. Unday bo'lsa o'sha ovchini topganim bo'lsin. Ertaga ertalab chorig'im bilan temir hassa tayyorlab, to'rvaga oziq-ovqat solib qo'y. Kun chiqmasidan yo'lga tushaman" debdi. Xotini azbaroyi suyunganidan kechasi bilan uxlamabdi. Ovchi quyosh tog'lar ortidan endi ko'tarilgan paytda uyg'onibdi. Xotini hamma narsasini tayyorlab qo'ygan ekan. Qof tog'idagi o'sha ovchini albatta topaman, xayr deb ovchi yo'lga ravona bo'libdi. Ovchi tog'lardan o'tibdi, vodiylardan oshibdi. Nihoyat quyoshdek charog'on bir mamlakatga yetib kelibdi. Tevarak atrofda hech zog' ko'rinmas emish.
Osmonda qandaydir dahshatli qushlar uchib yurganmish. Tog'lari ham ajib rangda bo'lib, daraxtlar tikonli emish. Ovchi Qof tog'i qaysi ekanligini so'ramoqchi bo'lgan ekan, odam zotini uchratmabdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, eski bir tegirmonga yetib kelibdi. Ichkariga kirgan ekan, yoshi 100 dan oshib qolgan bir cholni ko'ribdi. Ey bo'tam, bu jazirama vodiyda nima qilib yuribsan? 20 yildan beri bu yerdan bironta odam bolasi o'tmagan. Nega? Bu yer o'lim vodiysi. Bu yerga nega kelding? Men Qof tog'ining nariyog'ida yashaydigan mergan Habashni qidirib yuribman. Odamlarning gapiga qaraganda u mendan yaxshi otarmish va tez choparmish. O'sha bilan bellashgani ketyapman. Qiziq odam ekansan-ku, debdi chol. So'ng qo'lini oldinga cho'zib, qara, hov narigi tomonda tumanga o'xshab tog' ko'rinyapti. Shu Qof tog'i bo'ladi. Sen ondan oshib o'tolmaysan. Nega? Odamlar Qof tog'idan faqat po'lat yo'l orqali o'tadilar. Shu tor yo'lda sher o'ziga makon qurgan bo'lib, odam bolasini omon qo'ymaydi. U yerdan eson-omon o'tgan odam devlar mamlakatiga boradi. U yerda olmos, qimmatbaho toshlar bizdagi oddiy toshlarga o'xshab ko'chalarda sochilib yotibdi. Men sherni o'ldirib, sehrli mamlakatga o'taman. Juda sodda odamga o'xshaysan. Mayli, men senga yordam beray. Chol shunday debdi-da, unga bir burda non beribdi. Bu yaxshilik keltiruvchi sehrli non. Agar boshingga biron musibat tushsa, shu nondan ushatsang, balo daf bo'ladi. Ovchi choldan sehrli nonni olib yo'lga tushibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri Qof tog'iga po'lat yo'lga yetib kelibdi. Qarasa, ko'zlaridan o't chaqnab, sher yotgan emish. Sher unga tashlanibdi. Ovchi sehrli nondan sindirib tashlagan ekan, u ko'zdan g'oyib bo'libdi. Ovchi po'lat yo'lga yuribdi. Biroz vaqt o'tib, zulmat koshona paydo bo'libdi. Biroz yurgan ekan, ovoz eshitilibdi. Ey odamzod, devlar mamlakatida nima qilib yuribsan? Men yashil tepalikdagi ovchi Habashnikiga ketyapman, deb javob beribdi ovchi. Yo'l berk, o'tolmaysan. Shunda ovchining esiga sehrli non tushibdi. Nondan sindirib tashlagan ekan, ajoyib qushlari paydo bo'lib, nonni yeya boshlabdi. Birdan hamma yoq yop-yorug' bo'lib ketibdi. Ovchi qarasa, daryo paydo bo'libdi. Qirg'oqqa bir nechta qayiqlar turganmish. U qayiqqa o'tiribdi-da, daryoning narigi tomoniga o'tib olibdi. Shu yerda po'lat yo'l tugabdi. Oldidan ajdaho chiqibdi. Unga ham nondan tashlabdi. Ovchi yana biroz yurgan ekan, nariroqda bir tepalikda bahaybat Habash uxlab yotgan ekan. Xotinim aytgan mergan mana shu bo'lsa kerak, deb o'ylabdi ovchi va baqiribdi. Ey Habash ota, sen dunyoda eng zo'r mergan va tez chopar emishsan. Men sen bilan bellashgani keldim. Habash chillagan ovozni zo'rg'a eshitibdi. Ko'zini ochib qaragan ekan, pashshadek ovchini ko'ribdi. Uni qo'liga olibdi-da so'rabdi. Nima deysan? Oldin men sen bilan chopishaman, keyin otishaman, debdi ovchi. Uning gapiga Habash kulgan ekan, osmonda momaqaldiroq gulsullagandek bo'libdi. Keyin debdi. Men senga 9 kun muhlat beraman. Bor kuching bilan yugur. Bordi-yu, men ana shu muhlatdan oldin Qizil tog'da senga yetib olsam, o'ldiraman. Bo'pti, debdi ovchi va Qizil tog' tomonga yugurib ketibdi. Bir necha kun yuguribdi. Orqasiga qarasa, Habash yetay deb qolgan emish. Bir vaqt yer haydayotgan devni ko'rib qolibdi. Ovchi unga nondan tashlabdi-da, debdi. Devlar otaxoni, meni ana shu Habashdan qutqar. Agar sehrli nondan bermaganingda seni yerdim, debdi dev. Nima niyating bor? Yugurishda ana shu Habash bilan bellashgan edim. Uning qadami juda katta ekan. Yetib olsa meni yeydi. Dev engashib ovchini tishining kovagiga yashirib qo'yibdi. Habash yetib kelib so'rabdi. Shu yerdan odam o'tdimi? Bu yerdan hech zoq o'tmadi, debdi devlar otaxoni. Habash u yoq bu yoqqa qaragan ekan, hech kim ko'rinmabdi. U o'z tog'iga qaytib kelibdi-da, uyquga ketibdi. Ovchi devning og'zida nafasi qaytib baqiribdi. Dev uni tishining kovagida olgan ekan. Ovchi so'rabdi. Devlar otaxoni, bu tishingni kim sindirgan? Ey odamzod, biz 40 og'ayni edik.
Bir kuni ovga chiqdik. O'zimizcha ko'pmiz va hammadan yaxshi otamiz deb maqtandik. Bir kuni bizga qaraganda bir necha marta kuchli ovchi uchradi. Uning bo'yi juda baland, hatto okean ham tizzasidan kelardi. U dengizda kit ovlab, quyoshda pishirardi-da, yutib yuboraverardi. Biz uni masxara qilgan edik, orqamizdan quvib bir necha akalarimni o'ldirdi. Ba'zilari g'orga kirib jon saqlab qoldi. Menga u tosh otdi, tosh tishimga tegib sindi. Ko'rdingmi, maqtanchoqlik juda yomon narsa ekan. Sendan ko'ra tez chopadigan va o'ta mergan odam ham bor. Seni bu o'lkalarga ana shu maqtanchoqlik olib kelgan. Agar sen menga bundan keyin aslo maqtanchoqlik qilmayman deb so'z bersang, qimmatbaho zabarjatlar berib, ko'z ochib yumguncha uyingga olib borib qo'yaman, debdi dev. Shunda ovchi o'zining naqadar tentakligini anglabdi va bundan keyin aslo maqtanchoqlik qilmayman deb ont ichibdi. Dev bir quti oltin, zumrad, yoqut beribdi. Keyin undan sehrli nonni olib yerga tashlagan ekan, uchar qush paydo bo'libdi. Ovchi unga minib, ko'z ochib yumgunicha uyiga yetib kelibdi. Xotini ovqat qilayotgan ekan. Ovchi unga boshidan kechgan voqea hodisalarni so'zlab beribdi va bundan keyin hech qachon yaramas ishlar qilmaslikka so'z beribdi. Er-xotin dang'illama saroy qurib, rohat farog'atda hayot kechirishibdi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar, maqtanchoqlik yomon odat. Doimo biz maqtanchoqlik qilmay va aybimizni o'z vaqtida anglab yetishimiz kerak ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.